Bir vaqtlar Toshkent shahrida Shoahmad ota va Bahri momo ismli mehribon insonlar yashagan. Shoahmad ota temirchi hunarmand bo'lgan va odamlarga temirdan turli buyumlar yasab bergan. Bahri momo esa tikuvchilik bilan shug'ullangan. Ular juda boy oila bo'lmagan, kamtarona hayot kechirishgan. Kunlarning birida butun yer yuzida urush boshlandi. Ko'plab bolalar ota-onasidan ayrildi. Shu vaqtda Shoahmad ota va Bahri momo 15 dan ortiq turli millatga mansub bolalarni asrab olishdi va uylariga olib kelishdi. Ularni ovqatlantirishdi va kiyintirishdi. Har biriga o'z ota-onasi kabi mehr ko'rsatishdi. Bolalar sekin-asta bir-birining tilini tushunib, o'zaro do'stlashishdi va katta oilaga aylanishdi. Yillar o'tib bu oila bag'rikenglik ramziga aylandi. Ular haqida Sen yetim emassan badiiy film ishlangan. Toshkentdagi Xalqlar do'stligi maydonida esa ularga atab haykal ham o'rnatilgan. Mana shunday mehribon va bag'rikeng insonlar millatimizni dunyoga tanitgan. Aziz bolalar, sizlar ham bir-biringizni hurmat qiling va yaqinlaringizga mehribon bo'ling.